Antarktikadagi muzliqning ostiga zodi qandoq bir dunyo yoshiringan. Biz yashayotgan yer sharida intayin sovuq, shundaqla sirliq tusga ega mundaq bir quruqlik bor. 2 million yildan ko'proq vaqtdan buyon bu yerda tuzuk yomg'ir yig'ib boqmagan. Shundaqla hayotlik faoliyatining iznalari noydoz. U dal Antarktika. Janubiy qutb shimoliy qutbga o'xshamaydi. Shimoliy qutbning muz qatlami ostida suyuq holatdagi dengiz okean bor. Janubiy qutbning muz qatlami ostida darajadan tashqari cho'nquruqlik bor. Olimlar Janubiy qutbning yuzdagi muz qatlamini burg'lab tekshirgandan keyin muzliqning ostida havo tonali bo'lib qolmasdan yana nurg'un ko'llarning borligini bayqagan. Shunga ular izchil holda Janubiy qutbdagi muz qatlami ostida butunlay yepiq holatdagi dunyo bo'lishi mumkin deb qiyos qilib kelmoqda. 1991-yilda Rossiyalik olimlar Antarktikaning muz qatlami ostida g'oyat zo'r bir ko'lni bayqagan bo'lib, u Vostok ko'li deb atalgan. Bu ko'lning uzunligi taxminan 250 kilometr, kengligi 50 kilometr, ko'lning eng cho'nqur yeri 800 metr keladi. Usti qismidagi muz qatlamining qalinligi bo'lsa 4000 metrdan oshadi. U dunyodagi eng cho'ng muz osti ko'li bo'lib, suyning temperaturasi yil bo'yi 0.3 gradus atrofida bo'ladi. Lekin ajoyib yeri shuki, uning suvi izchil suyuq holatda. Olimlar buni ko'p xil omillarning o'rtaq ta'sir keltirib chiqargan deb qaraydi. Oldi bilan yer markazidan kelgan issiqlik kuchi ko'l suyining temperaturasini o'riltidi. Uningdan qolsa, qalin muz qatlami paydo qilgan g'oyat zo'r besimmi suvning qaytish nuqtasini tuvaltiydi. Garchi Janubiy qutbning sirtqi yuzining temperaturasi 0.70 Selsiya gradusga yetgan bo'lsa-mu, lekin g'oyat zo'r muz qatlami yanada ko'l suyi bilan Janubiy qutbga intayin sovuq havoni uzil-kesil ayirib turadi. Buning bilan muzliq ostidagi ko'l suyi yil bo'yi suyuq holatda turadi. Albatta, qalin muz qatlami quyosh nurining ko'lga faqatla tushmasligini keltirib chiqaradi. Shunga bu yerdagi oksigen miqdori odatdagi tatliq suv ko'lligidan 50 ga yuqori. Har qanday jonliq bu yerda mavjud bo'lib turish uchun cho'qim yuqori quyuqlikdagi oksigenga taqobil turish iqtidoriga ega bo'lish kerak. Ammo mushundaq intayin nachar muhitda tadqiqotchilar yanada hayotlikni bayqagan. Yaqinda Dengiz okean fan texnikasining oldingi hisob jurnalida e'lon qilingan bir parcha muhim maqolada ko'rsatilishicha, olimlar Antarktidadagi Fersina muz chasisining ostidagi 890 metr keladigan rayonda hayotlikni bayqagan. Burg'lab tekshirishda ilingan avrishlarni analiz qilgandan keyin ular ko'p miqdordagi toq hujayralik hayotlikni tekshirib chiqqan DNA bo'laklarining turiga ayrilishini ko'rsatilishicha, bu yerdagi jonliqlarning turi 3500 xildan eshib ketgan hamda intayin qadimiy tarixga ega ekan. Burg'lab tekshirish o'rnidan qaraganda bu rayon dengiz ostiga nihoyat yaqin bo'lib, hech qanday yorug'lik manbasi yo'q. Mushundaq nachar muhitda bu sirliq jonliqlarning hech qanday energiya manbasi yo'q. Undaqda ular zodi qanday hayot qolgan? Ko'p qism olimlarning qarashicha, muzliq ostida yashaydigan jonliqlar turi bioximiyada nitrogenni sintezlashga o'xshab ketadigan bir xil jarayonni o'rganib olgan bo'lib, ular ko'l suyida metanga tayinib, ekologik sistema barpo qilishni tamomlay oladi ekan. Ya'ni bevosita fotosintez ro'yi bo'lmasa-mu, asosiy hayotni davomlashtira oladi ekan. Bu xabar e'lon qilinishi bilanla dunyo miqyosida nurg'un olimlarning hayotlikning yashash usuli haqida butunlay yangi o'ylanishni keltirib chiqardi. Ilgari insonlar hayotlikning mavjud bo'lib turish uchun cho'qim yorug'lik va oksigen bo'lishi kerak deb qaraydi. Ammo bu qitim olimlar Janubiy qutb muz qatlamsida bayqagan hayotliklar ba'zi nachar ahvollarda jonliqlarning yanada yashaydiganligini isbotlab beradi. Uning ustiga Janubiy qutb muz qatlamsi ostidagi muhit amaliyotda Yupiterning hamrohi Yevropa bilan intayin o'xshab ketadi. Agar muz ostidagi ko'llarda texnik ko'p jonliqlar bayqalsa, balkim Yevropaning muz qatlami ostidagi dengiz okeanlardami hayotlikning mavjud yoki mavjud emasligini kuchli tadqiqot isboti bilan ta'minlashi mumkin. Yaqinda NASA'mo nihoyat muhim bir xabarni jakarladi. Ya'ni 2024-yili Yevropa olam kemasini qo'yib berib, Yevropadagi muzliqning ostidagi dengizda zodik jonliq mavjud yoki mavjud emasligini tekshiradi. Agar shu chog'da insonlar rostila u yerda hayotlikni bayqasa, biz qaytadan olamda boshqa shakldagi hayotlik shaklining bor yo'qligini tafakkur qilishga majbur bo'lamiz. Bu olam siri saloni sizga bu olamning ajoyib sirlarini ochib bergusi. Videolarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini yoritib qo'yishni unutmang. Biz kelarki sonda ko'rishaylik.